Hürmetlik vatandaşlarım, vaziyatni ko'rib turibsizlar. Biz vaziyat to'g'risi so'zlayapmiz. Vaziyatning nayta tez bir kuni undaq, bir kuni mundaq o'zgarayotganligini ko'rib turibsizlar. Endilikdagi biz shundaq deylik. 4-oyning 7-kuni aldığımız 4-oyning 7-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi Amerika'nın Florida ştatı köl boyu aramgahida Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reis Xi Jinping'ni qabul qildi ve iki devlet rahbari cho'nqur suhbatlashdi. Söhbetleşkenden keyin dunyoga ma'lum bo'lgan ish shu bo'ldiki, ikki davlat birlashib Koreya yarim orolida Chaoshan yadro qurollarini qanday tizginlash va qanday yo'qotish ya qanday cheklash masalasi to'g'risida bir fikrga kelib, shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump efendi reis Xi Jinping'ga vazifa topshirdi degidek. Chaoshanni adablashni, Chaoshanni cheklashni reis Xi Jinping'ga topshirgan edi. 4-oyning 7-kunidan bugungacha 6-oyning 7-kunigacha hisoblayli. 2 oy vaqt ichida Jungo Chaoshan masalasi zada qanday tadbir qo'llandi. Bizga bu oydin emas, balki ishki hukumatlar ara bu taraf oydin masaladir. Lekin siz bilan bizga bu oydin emas. Masalan, Jungo shundoq vazifani topshirib olgan bo'lsa, 4-oyning 7-kuni Florida shtatida hozir to'g'ri 2 oy. Mesela 4-oyning 7-kuni bilan 6-oyning 7-kunigacha bo'lganmish 2 oy ichida Jungo Chaoshanni qaysi jihatda qanday chekladi? Diplomatiya sohasida chekladimi? Savdo sanoat sohasida chekladimi? Berishkilish sohasida chekladimi? Chaoshanning yadro qurollarini to'xtatish, sinaq qilishni to'xtatish, raketa sinaq qilishni to'xtatish to'g'risida Jungo hukumati zodi konkret nima ish qildi? Aralıkta Prezident Trump hükümeti Chaoshan raketa sınak qilgan, yadro qurollarini sınak qilgan bir payti shundaq bir jumla so'z qildi TVT'da. Bu Chaoshanliklar Jungoliqni ko'zga ilmidi o. Yani Chaoshan bu reis Xi Jinpingni ko'zga ilmidi o. Fakat bir jumla so'z qildi Prezident Trump. Endi qaraymizki 4-oyning 7-kuni Florida suhbati oxirlashdi. Endi qaraymizki 5-oyning 14-kuni Chaoshan raketa, yani yadro siniq ilib bordi. 5-oyning 21-kuni yana bir qatim raketa siniq ilib bordi. 5-oyning 29-kuni yana bir qatim raketa siniq ilib bordi. Endilikda 6-oyning 7-kuni yana bir qatim 4 dona raketa qo'yib turib siniq ilib bordi. Demek siz görüp durupsiz, biz hem sözlep geldik, hürmetli vatandaşım. Jungo bir ay edima Chaoshan keçirenler. Chaoshan bir ay içinde 4 qatim raketa ve yadro qurollarini sinaq qildi. Bu nayti zor xiriski bu. Bu birla Amerikaga emas, bütün dünya qilayotgan xiriski bu. Hozir bo'layotgan vaziyati shundaq deysiz vatandaşım, bu xiris. Bu nayti ciddi xiris e'lon qilyapti bütün dünya, Amerika emas, bütün dünya. Qo'sh, biz dedik hozir bir oy ichida 4 qatim raketa va yadro qurollarini Chaoshan sinaq qildi. Jungo nima rol o'ynadi? Nimada cheklayadi? Nimada Chaoshanga besim ishiltaldi? Hech qanday natija yo'q. Biz buningda o'tganda nima degandik? Italiyada ochilgan 7 davlat guruhi yig'inida Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe nima degan edi? Tinch yo'l bilan Chaoshanning yadro qurollari masalasini hal qilaman deyish amaliyotda Chaoshanga fursat yaratib berish degan edi. Shuning bilan biz Jungo davlat mahkamasining a'zosi Yang Jiechining Yaponiyaga yugurib kelib bu ish to'g'risida aniqlama talab qilganligi ne biz leksimizda so'zlab o'tgan edik. Buni qo'yib turaylik. Xo'sh, yig'ib aytganda bir oy ichida 4 qatim bu intayin zo'r xiris bu, intayin zo'r tahdid bu. Mesela Jungo sen şu vazifani topshirib nima qilding? Hech qanday ish qilmading. Hech qanday ish qilmading demak sen 5-oyning 14-kuni bu qurolni yoki bu raketa sinaq qilishni boshlagan ekansan, bir oylik sinoqda boshlagan ekansan, demak 5-oyning 17-kuni tunchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining bir razvedka aeroplani Janubiy dengizni ziyorat qildi degan gap. Shundan keyin yana bir hafta o'tmaylar 5-oyning 25-kuni Amerikaning bir harbiy parxodi David belgilik harbiy parxodi Janubiy dengizga
çarlaş elip var. Yani Meçiçav ağırlığı 12 deniz mili kelgiçe çarlaş elip var deydigen gap. Demek bu yerdeki gap nime? Sen belge va'dangda turishing kerak. Vaziyat shuning bilan muqimlashadi. Sen belge va'dani ijro qilmasang vaziyat muqimlashmaydi. Hozir Rais Xi Jinping bu Şarq, Şimali Asiyadagi Çavuşan yadro qurolları meselesini bu yerga tashlab qo'yib, hozir Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan Qozog'istonda bu yerda uning yangi a'zo qabul qilish, yangi a'zoni tangpinglashtirish, masalan Rossiya, Hindistonni elib kirsa, Jungo, Pokistonni elib kirish Shanxay hamkorlik tashkiloti ichiga. Mushu orqali tanglashtirish, tangpinglashtirish maviyada avar bo'lib ko'radi. Hozir Jungoning avar bo'lib turayotgani O'rta Osiyo masalasi bo'lyapti. Şarkı Şimali Asiya bu Çavuşan meselesi emas. Demek bu yerda Jungoliklar aniq aytganda va'dasi turmadi. Gepidi yenib ol yoki gepidi yenib olmasimi Çavuşanga qarta besim ishlatanmidi, kuchi yetmadi. Endilikda gap shu yerda ekanki, Çavuşan meselesi, Çavuşan yerim oralarda yadro qurolları meselesi, Koreya yerim orolini yadrosizlashtirish meselesi bu cho'qim hal qilinishi kerak. Chunki bu o'ttirg'i bir kun tartib bo'lib, dunyoviy kun tartib bo'lib o'ttirg'i chiqqan ekan, bu cho'qim hal qilinishi kerak. Masalan, Prezident Trump buni cho'qim hal qilamiz, hal qilmasak bo'lmaydi dedi. Arliqda biz sizlarga so'zladik, cho'qim hal qilinishi kerak. Bu bir tahdid, bu bir Amerikalik emas, butun dunyoga solinayotgan tahdid. Endi mushunda ahvol ostida biz yuqorida ko'rib o'tdik. 4-ayning 7-kuni Florida shtatida bog'langan rishta. Çavuşan meselesi bo'yicha Amerika Jungo hamkorlashib favqulloda vaqt va zaman ichida favqulloda hamkorlikni ishga oshirib, Çavuşan yerim oralarini yadrosizlashtirishga va'da bergan. Jungoliklar shundoq va'da bergan. Demak biz boshda ko'rib o'tdik, shu va'dani berib bir oy ichida Çavuşan 4 qatim yadro sınığı yoki raketa sınığı elib bordi degan gap. Hozir bu va'dani, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junhua Xalq Cumhuriyeti hukumati o'rtasidagi va'da, Çavuşan bo'yicha berilgan va'dalarni yo'q chiqadi. Bundaq aytganda nima deymiz? Oxir xabarda nima deb mavzu qo'yibdi? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junhua o'rtasidagi shirin ayla oxirlashdi dedi. Shirin ayla oxirlashdi dedi. Endi bu bir nozik masala. Endi dal mushundaq vaqtda Shangri-La yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis nima deb so'zlagan edi? Kelibli bir hafta o'tib o'tmaydigidek. Hozir belgilik ikki bombardimonchi aeroplanni havoga chiqarishi, anandan keyin Janubiy Jungo dengizda 10 soatlab uchishi, ya'ni uning ustiga deganda dengiz armiyasining harbiy parxodlari, masalan, qo'g'lig'uchi harbiy parxodlari bilan birlikda bu bombardimonchi aeroplanning Janubiy dengizda harbiy manevr elib berishi bu bir boshqacha gap. Masalan, dastlabda razvedka aeroplani evatdi, bu yakki bir harakat. Yani birisi harbiy parxod evatdi, bu ham yakki bir harakat vatandoshim. Endilikda havo armiyasining bombardimonchi aeroplani bilan dengiz armiyasining qo'g'lig'uch parxodi 10 soat ichida Janubiy dengiz tavalligida osmonda ham dengiz yuzi suv ustida harbiy manevr elib bordi, mashq elib bordi desa, bu boshqa bir gap. Mana bu vaziyat mana shunday kelib o'tibdi. Endilikdagi biz, ya'ni sizlarga qistirib so'zlaydigan birliksimizning analizi shu bo'ladiki, biz sizlarga Wangdan Apandini, hurmatli Wangdan Apandini tanishtirdik. Wangdan Apandi debdiki, sening Tayvan mustaqilligi deganining o'zi, agar sen urush va qon to'kishni xohlamaydigan bo'lsang, urushdan qochadigan, qo'rqadigan bo'lsang, bu eg'izdagi gap. Yoki sening bu shuligay inqilobi desa, shuligay inqilobi desang bo'ladi, bu quruq gap debdi. Endi Wangdan Apandi Tiananmen harakatiga rahbarlik qilgan o'quvchilarning birisi. Tiananmen harakati o'quvchilar harakati biz tarixda Jungo Kompartiyasi bizga o'rgatgan tarixda shundoq deyilgan edi. Oktyabr inqilobining to'q zambirak o'qi Jungoga uyg'unish elib keldi. Kompartiya qurildi. Aurora kemisidan chiqqan bomba va yoki zambirak o'qi butun dunyoga proletariat inqilobining g'albisi va yoki nishonini ko'rsatib berdi. Jungo Kompartiyasi
Şuningdan keyin, ya'ni 17-yili oktyabr inqilobidan keyin 21-yili 1921-yili Shanxayda qurildi. Bu biz mushunaq darsdan o'qib kelgan edik. Demak, Rossiyada yuz bergan oktyabr inqilobi Jungoga ta'sir ko'rsatdi degan. Vatandaşlarım bugün bir yeni mazmun, yeni tiyim doğrusu şunu görüyor, şu narsani o'tirib qo'yib baqayli. Junguluk o'zini aytqandaq eg'izga elib baqqanimi yo'q bu gapni. 1989-yil Tiananmen maydonida yuz bergan o'quvchilar harakati Yevropaga qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni hech kim qalamga olgani yo'q. Kelgusida yozilishi mumkin. Yevropa dal shu vaqtda o'zgarish davri, ya'ni kommunizmni inkor qilish, sotsializmni inkor qilishdan iborat o'zgarish davriga, demokratik islohot, demokratik inqilob davriga, tinch yo'l bilan namoyish bilan kirib kelgan shundaq bir paytda 1989-yildagi Tiananmen voqeasi Yevropaga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu endi muhokama qiladigan intayin ochiq tema ham intayin mo'l tema. Bugun biz qaytib kelaylik Wangdan. Sizlar bilasizlar, tarjimonini tanishib o'tdik. Wangdan Tayvanda 8 yil turdi. Endi qaytish vaqtida u dediki, Tayvanga 10 turlik taklif qo'ydi. Taklif qo'yib mustaqilchilarga ogohlantirish berdiki, urushdan qo'rqsang, qon to'kishdan qo'rqsang, bu mustaqillik to'g'risida talablaring, fikrlaring, tashabbuslaring hammasi eg'izdika po. Ya'ni bu shulgay inqilobdir. Endilikda zodi Wangdan cho'qim Tayvanda qon to'kishga rag'bat qilyapti va yoki bu bir strategik, taktikalik so'zmi, ibormi? Buni tushungili bo'lmaydi. Lekin bizdan qarashimizcha Tayvan urush qilmaydi, ham urush qilmaydi vatandashim. Chunki buningda hozir o'ziga davlat, o'ziga xos oldi ham dengiz armiya, ham quruqliq armiyasi, 500 ming kishilik armiyasi bor. O ayni vaqtda 1962-yili Jang Deshi rahbarligida Kuomintang armiyasi quruqliq chiqmoqchi bo'lgan edi. Quruqliq chiqib Jungni ozod qilmoqchi bo'lgan edi, lekin xalqaro vaziyat Tayvanning quruqliq chiqishiga yo'l qo'ymadi. Hozirmi xalqaro vaziyat Tayvan bo'g'izida urush qilishga, urush bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Bu mumkin emas. Agar bu urush bo'lgan bo'lsa, bu dahshatli urush, bu dunyoviy urushga aylanib ketdi. Bu mumkin emas. Shunga Tayvan bilan Jungoning o'rtasidagi masala faqat masalani suhbat orqali hal qilish. Suhbat orqali asosan kelishish. Bu masala zodi Kompartiya bilan Kuomintang partiyasi o'rtasidagi siyosatdagi tashabbuskorlikning farqimi? Va yoki Jungo bilan Tayvan o'rtasidagi mustaqil bo'lish yoki Tayvanni Jungo qo'shib berishdan iborat masalami? Bu taxo oydin emas. Hozir Kompartiya qarshtirayotgan bo'lsa, Kuomintang qarshi